Nima deb o'ylaysiz? Qanaqa fikringiz umuman semizlik bilan uchragan bemorlarda bariatrik operatsiyalarning o'rni va bu operatsiyani mexanizmi ishlash, menga har doim mexanizmi qiziq, chunki dalshichi 10 yildan keyin hayoti qanaqa, 20 yildan keyin patsient hayoti qanaqa, 30 yildan keyingi hayoti yoki uni oshqozonni bitta bo'lachasini olib tashaldi. Hamma organizm o'zi bir-biriga bitta chochingizni olasa ham kerak-da. U shunaqa xudoyim shunaqa yaratgan. Bitta qismini olib tashaldi. U dalshi qanaqa ishlaydi? Shu haqida fikringizni eshitmoqchiman. Juda ham bugungi kunda dolzarb bo'lgan mavzulardan. Chunki bariatrik amaliyotini o'tkazish uchun o'zini ko'rsatmalari bor. Ko'r-ko'rona uni bajarish tavsiya etilmaydi. Bariatrik amaliyotini o'tkazish uchun inson morbid semizligi bo'lgan, tana vazni indeksi 40 kilogramm metr kvadratdan yuqori bo'lgan insonlarga tavsiya etiladi. Va bu amaliyotda har bir insonga turlari individual tanlanadi. Masalan, bu amaliyotdan keyin oshqozon rezeksiyasi qilinganda yoki balonoplastika qilinganda yoki oshqozon shuntlash amaliyotlari o'tkazilganda baribir ham insonni oshqozon ichak traktida so'rilish buziladi va bariatrik amaliyotdan keyin bu bemorlarga operatsiyadan oldin va keyin reabilitatsiya jarayoni juda ham muhim hisoblanadi. O'ringa ahamiyat qaratinglar.